После объявленного в республике перехода казахского языка на латиницу городским уйгурским культурным центром Алматы были инициированы слушания с участием общественности на предмет необходимости параллельного перехода уйгурского языка в Казахстане с кириллицы на латиницу. В начале октября прошло собрание в Жаркенте с участием руководителя Алматинского областного уйгурского культурного центра Рахимжана Токаева и заместителя председателя общественного совета партии Нур-Отан Ахмеджана Шардинова. Затем аналогичное мероприятие состоялось в Алатауском районе Алматы, на котором присутствовали активисты местного уйгурского культурного центра и общественники 5 поселка. Президентimiz Nursultan Abdullah Nazarbayev'nin teşebbüsü bilen Мәнәви еңіліш программасы жария кылынды. Hemen köpçülükке ma'lum, ana şu мәнәви еңіліш bu 3-cü basqıç, 3-cü derecedeki bir yenilik devri başlandı. Elbette biz Uygurlar, Kazakstanlık Uygurlar bu manevi yeniliş programını çın kalbimizden kollayımız. Mana şu manevi yeniliş meselesi de Latin'e ötüş meselesi birinci orunda durdu. Kazak halkı bilen Uygur halkı, Kazak halkı bilen Uygur halkı bir ötümüzde biz Kazakistan Halk Asambleyası da bu meseleyi enik ettik. Kazak halkıyla biz taqdirdaş billa şunlaşqa biz Latin harfiga billa ötüş taraftarı şunlaşqa bu prezidentimizning bu tashabbusini biz to'liq qo'llab quvvatlaymiz. Şunlaşqa biz Panfev nahiyasida hozir buni Olmutning ichida shu tashabbusini qo'llab quvvatlash niyatida nurg'ulg'an chora-tadbirlar qatnashyapmiz. Özümüzden fikirlerini aytyapmiz. Biz Uygurlarmı Latin harfiga birga ötüş taraftarı. Latin harfida albatta ma'lum qiyinchiliklar, to'solg'uqlar bo'ladi. Bizga salohiyatli kasb egalari bizga yordam berish shart. Chunki bu oson ish emas. Amalga oshirgan ishlarimiz nurg'un. Tarixda mana shunday yordam berilgan bizga. Biz bu to'g'risida aytyapmiz. Kirillisiga o'tgandim bizga yordam bergan qozoq qarindoshlarimiz. O'z vaqtida latinga o'tgandim shunday ahvol bo'lgan. Bu qitimmi naq shunday bo'ladi deb men o'zim cho'nqir ishniman. Biz prezidentimizning sayosini to'liq qo'llaymiz. Butun xalqimiz qo'llayapti, o'zingizlar ko'ryapsizlar. Hamma nahiyalarga yig'iladi bir yakdillik bilan prezidentimizin sayesini to'liq qo'llab qo'llayotdi. Endi bizning asosiy masalamiz endi bizning maktablarimizni latinga tayyorlash, oson jarayon emas. Buni ta'kidlayapmiz. Albatta bu ishda ko'plagan bizga amalga oshirgan ishlarimiz oldimizda turdi. Biz bularni planlab, rejalab Общественность выразила полную поддержку как переходу государственного языка на латиницу, так и уйгурского. Единственный вопрос, который интересовал, будут ли эти процессы параллельными или последовательными. Hazır Kazak tilini Latinga köçürüşte iki xil mavqe var. O'zinglar yaxshi bilsizlar, olimlar hem ekspertler muş mesele boyunca hazır talaş tatış muşne münazara kızgın münazara kit bardı. Bopmu muşu harfler boyunca her bir eniq harf boyunca talaş tatışlar kit bardı. Elbette hazır mana prezidentimiz özünün jari qildi. Yani mu özgürtüldiğin ahvallar mümkün. Bazı harflarni o'zgartirishi mumkinmishga deganda ular savollar ko'payib ketib bordi. Biz endi mushu qozoq latin harfiga asosan biz mushu yaqinda o'zimizning ekspertlik guruhimizni tashkil qilamiz. Biz o'zimizningki mushu sungan xalqlarga sungan latin harfiga o'tish nemamizni varianti deymiz-ku turini muhokimdan o'tkazimiz. Hozirgacha yaqinda Uyg'ur ovozida e'lon qilindi. Bazı alimlarimizningki latin harf o'tish varianti, ulgusi. Bu endi
Оның bu azlık qildik, bunun köpçülük hop qatnışışımız gerek. Bu asan iş emas, bir adam bilan yeshilgan iş emas bu. Köpçülük bilan yeshilgan iş boğalıqdan. Yani bir türküm alımla muşu Latinga ötüş boyunca özümüz ekspertlik gruppa toplan kuruvatımız. Biz bunun qatnışımız biz tavsiye qilamiz. Bu jarayon albatta sal kechikdi endi. Biroq tarixiy jihatdan olganda barimiz birga o'timiz deb o'ylaymiz. Biz buni tushunamiz, lekin tegishli organlarga, mahkamalarga buni biz tushunamiz. Руслан Дуганов, Фатима Хонан, Танритах.